Daraxtlarni ham chopib oldik. Endi esa uyga boramiz. Xo'sh, mana uyimizga nima bo'ldi? Kim undan teng qizil chiziq tortdi? Bu tomoni ham shundaymikan? Xo'sh, ha, hamma tomoni shunday. Uyga kiraylikchi, qishloqi uydamikan? Hoy qishloqi. Nega orasan? Ey kachka, men uyda ikkiga bo'lindim. Yarmida sen yashaysan, yarmida men yashayman. Nega? Ha, sen kechasi hirrak o'tayapsan. Hirrak o'tayotgan men emas, qo'shnimiz Teshavoy bo'ladi. Tosh deyapsan, tesha hirrak o'tmaydi-ku. Ha mayli qishloqi, sen nima desang shu. Men esa o'zim tomonga o'taman. Eshikni yopib ko'r. Shamol kirib ketadi. Xo'sh qishloqi, endi nima qilmoqchisan? Men senga bitta narsa beraman. Buning nima bo'libdi qishloqi? Yomon chiqib qolding sen bola. Gapni dangalni eshit. Meni nosim qilmay qolibdi. Men nosga borib kelay. Ha, ketaver qishloqi. Hech kim uyga kirmaydi. Men ham chiziqdan o'tmayman. Ketaver qishloqi, ketaver. Bolalar qishloqini aldab jo'natib yubordik. Endi esa chiziqdan ham bemalol o'taveramiz. Sandiqda nima bor ekan? Bu qurimsoqda hech narsa yo'q ekan. Xo'sh, nima qilsak ekan? Qishloq ketdimi o'zi? Qani? Ha, ana yuribdi. Yangdiranglab. Xo'sh. Kallamga bir fikr keldi. Chiziqni bir blok siljitib qo'yamiz. Ya'ni o'zimiz tomonni kattaroq qilamiz. Qishloqi buni sezmasa kerak shekilli. Xo'sh, shu yerga. Yo'q, mana bu yer yarashmadi. Buni esa mana bu yerga chiroqni olib tashlaymiz va qo'yamiz. Ajoyib. Qishloqi buni sezmasa ham kerak. Endi esa qishloqini kelishini bemalol kutib o'tirsak ham bo'laveradi. Qishloq keldi. Ey kachka, qochib ketmadingmi? Qayoqqa ham qochardim qishloqi. Bolalar qishloq keldi, qishloqi. Jim. Fush. Nimadir o'zgarib qolibdi-ku. Nima bo'lishi mumkin? Nimani o'zgartirding sen bola? Hech narsani o'zgartirmadim qishloqi. Men tomon kichkina bo'lib qolibdi-ku. Meni sezmaydi deb o'yladingmi? Yo'q, qishloqi. Men yer tagidan uloq qimillasa bilaman. Men 40-yilda odamman. Ikkinchi jahon urushida ham qatnashganman. Ammo bunday turishing menga yoqmayapti qishloqi. Nima deding? Cho'chaman bola. Menga indamaydi deb sen ko'p kuchayapsan-da bola. Mana uni olib qo'y, pichan. Molga o'xshab chaynalib o'tirasan. Men senga aytsam, bu pichandan ham unumli foydalanaman. Bundan non qilsa ham bo'ladi. IQ balandda bolalar IQ. Ay qishloqi, seni IQing o'zi nechi? 106. O'zingnikichi? Meniki 107. Ha. Men sendan zo'roq ekanman qishloqi, tan ol. Bu bloklarni esa olib tashlaymiz. Qishloqi, yopma deyapman. Chegarangni bil qishloqi. Senga gap tushuntirib bo'ladimi o'zi? Menga gap tushuntirib bo'lmaydi. Gapni menga tushuntirib bo'ladi. Ha. Qishloqi, seni bu uydan haydash vaqti keldi. Qachongacha bu chegara, bu xirrak deb yurasan? Yo'qol qishlog'imdan qishloqi. Ket. Sen odam bo'lmaysan hech qachon. Odam bo'laman deyapman. Bo'ldi, urma meni kechir. Men tavba qildim, tavba. Tavbamga suyandim. Bo'ldi, meni kechir. Boshqa hech qachon xato qilmayman. Meni kechirdingmi, ey banda? O'zing bandasan qishloqi. Bir narsani bilmay turib, kallang bo'sh bo'lib, kal bo'lib
Yana menga gap o'rgatasan. Seni bu qiliqlaringdan obunachilar ham charchab ketishdi. Qachon endi odam bo'lasan? Ey kalla, men odam bo'lmayman. Men qishloqiman.